Assalomu alaykum hurmatli Gorskiy bozor kanali kuzatuvchilari. Bugun Furqat tumani To'rg'ay qishlog'iga yetib keldik. Mana Ziyoxin akamizning fermasidan 3 ta mana katta boqma novvoslar bor ekan. Mana Qurbonlik hayitiga ham sho'radi bular. Assalomu alaykum Ziyoxin aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, rahmat. Bularni tanishtirib o'ting aka. Bitta aytasizmi, uchoviga bitta aytasizmi? Yo'q, addidan aytoramiz. Bunisi nechi pul ekan aka? Endi bo'ladiganini aytavering aka. Bunisi 29 million xayri bor. Kilalari bir 210-220 ta bor. Tishi buzuq. Tishi buzuq, ha? Bu ikkalasini kuragi bor, qurbonlikka bo'laveradi. Qurbonlikim bunisi mana kattaroq ekan o'rtadagi bundan ham ko'ra. Bunisi 30 million xayri bor ekan. Bu aytiladigan narxlar kelishib olaverasizlar. Bir sotiladigan emas, xayri bor. Jonivorlar rosa joyiga kelibdi. Boqaydigan xonasida ekanda hali. Yo'q, bu ikkalasini so'ysa bo'ladi. Birinchisidan boqmaroq. Bunisi sal yengilroqqa o'xshaydi aka. Bunisi 28,5 ozgina xayri bor ekan. 28,5. Dastlabkalarimiz bormi? Dastlabkalar. Dastlabkasi bor ekan, dastlabkasi bor. Yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylabmi yo Furqat tumani bo'ylabmi O'zbekiston? Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Bo'ldi. Telefon qilaversa, telefon nomerlarini aytib o'tamiz aka. 91lik ko'di bilan. 91lik 685 685 4587. 4587. Hurmatli kuzatuvchilar, telefon qilib kelishib olaverasizlar. Bu aytilgan narxlarda o'zining egasi bilan gaplashib, kelishilgan holda hammasi bu akamiz kelishtirib beradi, chiroyli qilib beryapti, hamma xursand bo'lib olyapti. Videomizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalda yangi bo'lsalaring, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Hammalaringga rahmat.